Sun'iy intellekt va veb kodlash. Qulaylikmi yoki xavf? Assalomu alaykum. Bugun sun'iy intellekt bir necha soniyada xat yozib beradi. Dastur tuzadi, tahlil qiladi va hatto murakkab texnik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Veb kodlash platformalari esa dasturlarni tez va oson yaratish imkoniyatini bermoqda. Lekin bir savol bor. Qulaylik ortida qanday xavflar yashiringan? Tasavvur qiling, xodim serverdagi muammoni hal qilish uchun sun'iy intellektga murojaat qiladi. U yordam olish maqsadida jurnal fayllarni yuklaydi. Ammo ushbu fayllarda tashkilotning ichki IP manzillari, foydalanuvchi ma'lumotlari va tizim tuzilishi haqida ma'lumotlar ham bor. Bir qarashda oddiy harakat. Oddiygina jurnal. Ammo aynan shu ma'lumotlar kelajakda kiberjinoyatchilar uchun qimmatli ma'lumotga aylanib qolmoqda. Yana bir holat, dasturchilar yangi ilova, ya'ni web ilovani yaratayotganda sun'iy intellektdan kod yozishni so'raydi. Kod tez tayyor bo'ladi va vaqt tejaladi. Ammo kod xavfsizlik nuqtai nazaridan tekshirilmasdan ishga tushiriladi. Orada vaqt o'tadi va shu ma'lum bo'ladiki, sizning ma'lumotlaringizga tashqaridan begona shaxslar bazaga ruxsatsiz kirish imkoniyatiga ega bo'lib qoladi. Aynan tekshirilmagan kodlar ortida sizning bazalaringiz, sizning ma'lumotlaringiz tashqi foydalanuvchilarga ochiq holatga kelib qoladi. Bu esa eng katta kamchiliklardan biri bo'lib, undan kiberjinoyatchilar unumli foydalanadi. Sizning ma'lumotlaringiz o'g'irlanadi, o'zgartiriladi, shifrlanadi, yo'q qilinadi. Hattoki o'zingizga sotiladi. Shuni unutmang. Sun'iy intellekt bu insoniyat uchun yordamchi. Oxirgi qarorni inson qabul qilishi kerak. Barcha huquqlarni to'laqonlik bilan sun'iy intellektga berish bu katta xavfsizlik nuqtai nazaridan xatarga olib keladi. Eng muhim qoidalardan biri bu maxfiy ma'lumotlarni sun'iy intellekt platformalariga kiritmang. Shaxsiy tasdiqlovchi, shaxsga doir ma'lumotlaringizni aslo kiritmang. Parol, token, API kalitlarni hech qachon sun'iy intellektga yubormang. Generatsiya qilingan kodlarni ishlatishdan oldin xavfsizlikka tekshiring. Tizimlarni joriy etishdan avval testlang va audit amalga oshiring. Esda tuting, birgina ehtiyotsizlik oylab qilingan mehnatni yo'qqa chiqaradi va obro'ga putur yetkazadi. Sun'iy intellekt kuchli vosita, web texnologiya katta imkoniyat. Ammo xavfsizlikka rioya qilmaslik aynan shu imkoniyatlar jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Axborot xavfsizligi faqat IT mutaxassislarining vazifasi emas. Bu har bir xodimning, har bir fuqaroning kundalik mas'uliyatiga aylanib bo'ldi. Ma'lumotlarni himoya qiling, xavfsizlikka e'tibor bering. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan IT xavfsizlik.